Yurtdoshlar va mehribonlar, mana bu planshetimiz narxi zo'r, 10 milliy magazinda sotiladi. Qani ichini ochib ko'ramiz. Lekin zo'r bu ham. Mana maytini qilsa, mayog'ini qilsa, quluplarni hech narsasi o'chmaydi. Agar bu yog'ini qilsa, o'chadi. Chunki bu yog'i qulub bo'ladi, bu yog'i ochiq bo'ladi. Bu yerlarda mana qalamlari bor. Mana bunday narsani chizsa bo'ladi. Rasmlar ham chiza olamiz. Bolalarga bersanglar bo'ladi. Endi shaxmatga qiziqadiganlar shaxmat olsin. Bu ham 10 milliy magazinda 10 mingga oldim. Shuning uchun sizlarga tavsiya qilyapman. Ham yaxshi narxda. Mana buni ham 10 milliy magazinda oldim. Zo'r ekan, kattalarniki bor ekan, qizlarniki bor ekan, hammaniki bor ekan. Kichkinalarnikigacha bor ekan. Buning narxi ham 10 ming so'm. Bu futbolkani qanday olganimni bilmayman, lekin narxi ham zo'r. Ronaldoda ham muxlislar ko'p bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu narxi 15 ming so'm. Hayır.